No'ruz bayrami degan qandaq bayram? Oğlum, No'ruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarning an'anaviy bahor bayrami. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglashadi. Bu qish faslining oxirlashib, bahor faslining boshlanganligidan darak berdi. Ajdodlarimiz mana mushu kunni No'ruz bayrami qilib, turli an'anaviy faoliyatlar bilan tabriklab, tantana qilib kelgan o'g'lim. Tushundim dada. Geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. Ayat olmak kalıplar şan, yigit işler tabadafi. Assalomu alaykum, biz bolalar uchun hurmatli, qadrlan ve doim ko'rguchi, qo'llab-quvvatlovchi ota-onalar ve bizning yaqin do'stlarimiz. Yil beshi No'ruz oyi kirishi bilan o'lkamizda bahor. Bahor o'lkamda tinchlik, birlik, barakat, do'stlik elib kelsin. Qozog'iston diyorida yashayotgan barcha xalqlar do'stligiga No'ruz muborak bo'lsin. No'ruz bayramiga nomeri 153 maktab gimnaziyasining talantli o'quvchisi va bizning hadimiz Iroda Mamutovaning yetgan jon utuqlarini ko'rsatmoqchimiz. Bugün No'ruz bayramisiga talantli irodam hadimizning so'g'siga do'stimiz bek xusha bo'ldi deganga ishonchim komil. Do'stlar, artist ijodiy birlashmasining uyushtirishi bilan 14 mamlakatning talantli bolalarning ichida irodam Mahmud talantli hadimiz 3 musobaqadan birinchi o'rinni oldi. Herkini muşkuşalığını birlikte tomosha qilaylik. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz xalqim. Men Qozog'iston ziyoratidagi Olmuta shahrining Do'stlik mahallasida o'rnashgan xalqimizning munavvar farzandi Abdulla Ro'zbaqayev nom bilan atalgan nomeri 153 maktab gimnaziyaning hamda eng chong san'at maktabining 8-sinf o'quvchisi Iroda Mamutdan barchangizga o'tliq salom yo'llayman. Bugun barchamızning diqqatiga mazkur san'at maktabida fortepiano sinifidan olgan bilimimni, dunyoga mashhur buyuk kompozitorlarning ijodiyatidagi kuylarni diqqatingizga taqdim qilmoqchiman.
hayotimizni ashurishga tirishib, əmgək qılıb, hər birimiz iradəm Mahmud hədimiz oxşaş. Özümüz yaşavatqan ülkümüzge, ata-analarımızga, ustazlarımızga öz ölüşümüzni qoşayla. Menin bununla işençim kamıl. Meyrimler mübarek bulsun.